Hop, to'qimalarni boshladik. Qaranglar. To'qimalar. Nima degani? To'qima deb yozib qo'ya qoling. Bu 6-sinf to'qimalar. Videoda tagida turadi-yu. To'qima. O'rtasida husnixatga borganman. Qaranglar. Hop, 6 xil to'qima bor o'smiklarda. 6 xil to'qima. O'z birinchi bo'lib to'qima tushunchasi fanga kim kiritgan? Engriu o'zining o'smiklarning anatomiyasi kitobida birinchi marta to'qima degan tushunchani berib o'tgan. Odamlar qiziqishgan. To'qima nima degani ekan deb. To'qima bu demak, o'xshash vazifani bajaruvchi, ya'ni bir xil vazifani bajaruvchi va shaklan ham o'xshash bo'lgan hujayralar yig'indisi to'qima deyiladi. Demak, ham shakl jihatdan o'xshasin, ham vazifa jihatdan o'xshasin. Ikkalasidan bittasi ham boshqacha bo'lsa, demak, u to'qima deyishga biz sal ikkilanamiz. Lekin ko'proq baribir vazifa ustuvor va ahamiyatga ega. Ya'ni, masalan, birinchi to'qimani ham bilsanglar, har xil hujayralari bor. To'g'rimi? 9 ta o'tganmiz. To'g'rimi? Qanaqa hujayralar bor birinchi to'qima? Amyobasimon, to'g'rimi? Yulduzsimon, o'simtasimon bu nerv hujayralar. Yulduzsimon, amyobasimon va har xil hujayralari bor birinchi to'qimada. Holasimoni ham bor. Masalan, mana va hokazo. Bular vazifa jihatdan umuman olganda to'qimalarni birlashtirib turibdimi? Bu birinchi to'qima. Demak, ko'proq o'z aslida ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan omil bu vazifa aslida. Tushundingizmi? Demak, umuman olganda biz to'qimalarni vazifasiga ko'ra bo'lamiz. Hayvonlarda 4 xil to'qima bor, o'simliklarda 6 xil to'qima bor. Azlar 6 xil to'qimaning 3 xili faqat tirik, 3 xili ham tirik, ham o'lik hujayralardan iborat. Tushunarli-a? O'sha narsani boshladik. Mana birinchi bo'lib eng katta ahamiyatga ega bo'lgani bu bizda hosil qilish to'qima hisoblanadi. Birinchi. Hosil qiluvchi. Hosil qilish to'qima. Ikkinchi nomi meristema deb ataladi. Meristema bu hosil qilish to'qimasi. Xo'p, qarang, qanaqa xususiyatlarga ega bo'lishi. O'zimman hosil qilish to'qimani o'z nomi bilan nima degan? Hosil qilish to'qima demak tonnalab hujayra hosil qiladi. Tushunasizlarmi? Tonnalab, ya'ni tinimsiz hujayralar bo'linib ko'payib, yangi hujayralar hosil qiladigan demak to'qima bu hosil qilish to'qima. Azizlar, biz sizlar bilan 7 sinfda gidra mavzularida ham o'tganmiz, masalan. Mesela gidraning oraliq hujayrasi qanaqa xususiyatga ega edi? Yirik yadroli. To'g'rimi? Ya'ni o'zim olganmasligini nima demoqchiman, qarang. Har doim gen, ya'ni tez bo'linib turadigan hujayralarda qanaqa 3 ta xususiyat bo'lishi kerak. Shu 3 ta xususiyat bunda bor-da, eslab qolsak bo'ladi, bemalol, oson. Qarang, o'zim olganda o'simlikning barcha hujayralari qalin qobiqli bo'ladi, hujayra devori qalin, to'g'rimi? Hujayra devori qalin bo'lgan hisobiga ularda hujayra qobig'i mustahkam va ancha-muncha bo'linishga xalaqit beradi. Chunki zotan eslarda bo'lsa sitokinez ham o'simlikda qanaqa sodir bo'ladi? Membrana sitoplazmani o'rtasidan ikki chetga qarab to'siq paydo bo'lishi tizimida sodir bo'ladi, to'g'rimi? Qaranglar. Bu o'simliklarning birinchi navbatda hujayra qobig'i yupqa juda ham. Qarang. Demak, to'xtanglar, birinchi hujayra qobig'i emas, yadrodan boshlaylik. Yadrosi juda ham yirik. Yadrosi yirik azlar. Yadrosi yirik. Nega yadrosi yirik desangiz, chunki u hujayra nima qilish kerak tez-tez? Bo'linib turish kerak. Yadro, ya'ni hujayra faqat bu har bo'linganda nima sodir bo'ladi? Ikkita muhim jarayon sodir bo'ladi. Birinchisi kariokinez, ikkinchisi sitokinez. Kariokinez sodir bo'lishi uchun yadro qanchalik kattaroq bo'ladigan bo'lsa, agar yadro shunchaki osonroq bo'linadi, tezroq bo'linadi. Tushunasizlarmi? Zotan menimcha bu narsani ortiqcha tushuntirib o'tirishga hojat yo'q. Yadro yirik, tezroq bo'lishiga nima deydi? Moyillik bor. Demak, yadrosi yirik, hosil qilish to'qima birinchi xususiyat. Ikkinchi xususiyat azizlar. Qaranglar. Hozir aytdim, bo'linishga xalaqit bermaslik uchun hujayra qobig'i ham yupqa bo'lishi kerak, qarang. Hujayra qobig'i yupqa juda ham yupqa. Keyingisi azizlar. Mana yadrosi yirik, hujayra qobig'i yupqa. Endi yana bitta narsa omil borki, bizda bu bo'linishga xalaqit berishi mumkin. Qanchalik sitoplazma quyuq va dildiroq bo'ladigan bo'lsa, u ham baribir o'sha o'zini ushlab turadi, to'g'rimi? Umuman olganda. Ya'ni xullas hozirda hujayra qobig'i yupqa bo'ldi-ku, agar sitoplazma suyuqroq bo'ladigan bo'lsa, suyuqroq, u hujayra o'zini shaklini yo'qotib qo'yadi. To'g'rimi? Chunki sharra misol uchun hujayra qobig'i yupqami, sharda rezina ichiga suv to'ldirib ko'rganmiz hammamiz. To'ldirgan paytingizda yerga qo'ysangiz, u avval bo'lib yoyilib ketadi. Xuddi shunaqa bo'lib qolmasligi uchun bunda hujayra qobig'i boshqa, sitoplazma boshqa hujayralarga qaraganda quyuqroq va yopishqonroq. Hatto bu shu ushlab tursin. Tushundingizmi? Uni bo'lib olish qiyin emas. Uni bitta shuna membrana tortib olasiz, bu ikkiga bo'linaveradi.
Lekin shu mana shu hujayra qobiq yupqa, chunki u bo'linishga xalaqit berishi mumkin. Hujayra qobiq yupqaligi. Ana shuning uchun ham demak sitoplazmasi quyuqroq bo'ladi. Sitoplazmasi quyuq degan kitobingizda sal quyuqroq, yopishqoroq bo'ladi. Mana shu hosil qilish to'qimaga xos 3 ta xususiyat. Tushundinglarmi? Bo'ldi, hosil qilish to'qima bu o'simlikning barcha to'qima va hujayralarni hosil qiladi. Biza o'simlikda u xoh 150 metrli daraxt bo'lsin yoki 1,5 metrli o'simlik bo'lsin, ahamiyati yo'q. Nima hujayra ko'p turgan bo'lsa, shuni kim hosil qilgan? Hosil qilish to'qima hosil qilgan. Uni o'ziga 3 ta xos 3 ta xususiyati. Demak, yadrosi yirik, bo'linishda katta ahamiyatga ega. Hujayra qobiq quyuq va tezroq bo'linishi uchun va keyingi sitoplazma quyuq shaklini yo'qotib qo'ymasligi uchun. Bu mnemonika. Mana shu 3 ta xususiyati bir-biriga bog'lab eslab qo'ying. Vazifasi tez-tez bo'linish. Joylashgan joyiga ko'ra ikkita joyi bor. Qaranglar. Joylashgan joyiga ko'ra, demak, meristemani ikkita joyi bor. Qarang. 3 ga hosil qiluvchi, ya'ni yon hosil qiluvchi mana bunaqa ikkiga bo'lib ko'raman. 3 ga va yon. Qaranglar. 3 ga hosil qiluvchi ikkita joyda bo'ladi. Birinchisi, ildizning bo'linuvchi zonasida. Esladami? Qin himoya qilib turadigan zona bormidi? Bo'linuvchi zonada hujayralar tez-tez bo'linib ko'payardi. Ketidan tepasida o'suvchi zona, ketidan so'ruvchi zona, ketidan o'tkazuvchi zona. Umuman ildizda 4 ta zona tafovut qilardi. To'g'rimi? Mana shu oxirgi 4-zona, ya'ni bevosita pastga qarab o'sib ketadigan zonada qaysi hujayra joylashgan ekan? Hosil qilish to'qima. Ildizning so'ruvchi zonasidagi hujayralar qayerdan hosil bo'lgan? 100% undan hosil bo'lgan. Ya'ni chunki qaranglar, mana bunaqa bo'ladi. Bu hosil qilib ketaveradi, bir qismi pastga qarab o'sishda davom etadi. Ko'proq qismi, kamroq qismi bu yoqqa qarab o'tadi. Ya'ni o'sha o'suvchi, so'ruvchi, o'tkazuvchi zonadagi hujayralarni ham bu hosil qilgan. Bu ildizda, mana birinchisi nima? Ildizning qaysi zonasida ekan aynan? Bu 3 qismi, ya'ni bo'linuvchi zonada. Ikkinchisi novdalarning va poyaning bilsanglar, o'sish konusi degan narsa bor. Misol uchun ya'ni ko'proq bo'yi kichik insonlar o'samanmi yo'qmi deb rentgenga tushib ko'radi bizada. Rentgenga qo'lini biz rentgen qilamiz va rentgen qilgan paytda mana shu suyakning oxirgi qismida, distal qismlarida o'sish kurtaklari hali ham saqlanganmi yo qotganmi, shuni ko'rib beramiz. Agar u yaxshi bo'lsa, masalan, bugun kelmagan o'quvchimizda yaxshi, u yetgan. Uydagilar o'sadi ham. Tushunyapsizmi? Ya'ni u dori, shuning uchun ham dori beradi. Agar qotgan bo'lsa, dori berishdan foyda yo'q, bekorga qimmatga sotib oladi. Chunki u qotgan, o'sha bo'ldi, o'smaydi. Tushundinglar? U o'z kurtalari hammasi joyida bo'lsa, o'z zonalari hammasi aktiv bo'ladigan bo'lsa, dori, gormonlar yordamida uni yana bo'yini o'stirsa bo'ladi. Tushundinglarmi? Shunga qaraymiz. Xuddi shunga o'xshab novdalarning 3 qismida ham o'sish zonalari bor. Har bitta novdada tepaga qarab ham o'sadimi? Demak, ikkinchisi novdada ekan. Qaranglar, yon hosil qilish to'qima ikkita hozir 13-mavzudan o'tib beraman. Ikkita, ya'ni poyaning flema va ksilemasi o'rtasida joylashgan hisoblanadi. Bu kambi deb ataladi aslida. Nima deb atalar ekan? Yon hosil qilish to'qima kambi degan qavatda joylashgan. Yoki bemalol yon hosil qilish to'qimaning ikkinchi nomini kambi deb atasa ham bo'laveradi. Chunki o'sha qavatda faqat yon hosil qilish to'qima joylashgan. Hozir o'sha mavzudan o'tib beraman. Demak, bo'ldi, meristemaga xos xususiyatlar shu. Demak, umuman olganda hosil qilish to'qima bu o'simliklarning barcha hujayrasi hosil qiladi. Yadrosi yirik, sitoplazmasi quyuq nisbatan va hujayra qobig'i yupqa. Ikkita joyda joylashgan, 3 ga yon o'simlikni 3 qismi ikkita joyda u ham. Tepaga qarab o'sishni ta'min etadi. Novdaning va poyaning 3 qismlarida, novdaning ildizning bo'linuvchi zonasida joylashadi. Ildizning pastga qarab yana chuqurroq kirib borishni ta'minlaydi. Bo'ldi. Ayon hosil qilish to'qima bizda poyaning flema va ksilema degan qavatlar orasida joylashgan. Bu kambi deb ataladi. Kim nima tushunmadi? Bu yerda faqat termin. Mana bitta faqat mana shu meristema, kambi, men hozir ozgina o'zimdan chiqib ketdi, flema va ksilema degan. Terminni tushunmay qolmasanglar, atay qolgan hamma narsa tushunarli, to'g'rimi? Terminni ham tushuntirib ketaman, nimaligini. Prosta u nom. Shunaqa nom deb ataymiz. Misol uchun, biz ham miokard desa nimaligini tushunmaganimiz bilan sizga aytaman. Miokard bu muskulning o'rta qavati. O'rta yurakning, o'rta muskullar joylashgan. Bo'ldi, nima miokardda muskullar joylashgan. Qiyin emas, prosta siz miokardligini eslab qolishingiz qiyin. Shu narsani nomini. Atay qiyin emas. Ikkinchi, mana qarang, umuman olganda o'simlik deganda biz hayolingizga nima keladi? O'simlik degan birinchi navbatda men misol shaxsan hayolimga fotosintez. Ya'ni umuman olganda o'simliklarning butun mana shu yer kurrasidagi asosiy vazifasi bu ularning fotosintez qilish. To'g'rimi? Ya'ni atrofdan karbonatni yutib o'ziga birlamchi uglevod sintezlaydi va ozuqa zanjirining birinchi qatlamini hosil qiladi produsent sifatida. Ikkinchidan atrofga yana kislorod ajratadi. Bu tirik organizm, ya'ni aerob tipda nafas oladigan barcha organizmlar uchun kislorod manbai bo'ladi. Ya'ni o'simliklarni eng qiladigan ishiga ko'ra bu to'qimaning nomi ham asosiy deb ataladi.
asosiy to'qima. Ikki xili bor asosiy to'qimani. Qarang, kitobda hech bunaqa degan. Bitta joyga e'tibor beraylik. Asosiy to'qima palonchi, pismadonchi hamma hujayralar orasida bor. Asosiy to'qima poyada juda ham keng tarqalgan. Mana misol uchun meristema hamma joyda bormi? Yo'q. To'g'ri, meristema faqat misol uchun noda, uzun noda bo'ladiganimiz faqat qayerda bor? Tushunasizlar? Uchidan hosil qilib ketaveradi o'sib. Ildizni ham qayerda bor? Uchida. Yoki poyaning yon hozirg'ish to'qimi faqat kambiy qismida bor, masalan. Asosiy to'qima har bitta to'qimani orasida bor. Nima to'qima bo'lsin, albatta u yonma-yon keladi. Masalan, mana shu hosil qilish to'qimani ham o'sib rivojlanish, shu hujayralar bo'lishi energiya kerak. Shu energiyani kim beradi desa, mana shu asosiy to'qima beradi. Azda e'tibor berib turing. Ikki xili bor dedim. Birinchisi qarang. Demak, assimilyatsiyon. Buni sal uzunroq qilamanmi deymanda. Yoki buni qilamiz. Qarang. Birinchisi assimilyatsiyon. Assim deb yozib qo'yaman. Xo'p, assimilyatsiyon. Biz assimilyatsiyani nimaga bilamiz? Assimilyatsiya bu biosintez reaksiyalar yig'indisi. Qaranglar, o'simliklarning assimilyatsiyasi qayerda sodir bo'ladi? Xloroplastda, ummogen xlorofil pigmenti sodir bo'ladi. To'g'rimi? Shunga ko'ra bu to'qimani ikkinchi nomi yashil to'qima bo'lgani uchun ham xlorenxima deyiladi. Xlorenxima. Qarang, assimilyatsiya qayerda sodir bo'ladi? Xloroplastda, xlorenximada. Xlor bu yashil degani bor. To'g'rimi? Siz kecha kuni ketdinglar, galogen dedilar, nima dedilar? Qaysi 7-gruppaning nomi nima edi? Galogenlar birinchida turadi-ku, xlor. Yashil degan ma'noni aytadi. Kimyoda ham o'tgansiz. Xlor enxima. Enxima degan to'qima degan. Hozir juda ko'p gaplashamiz bu haqda. Enxima nima degani ekan? Yashil to'qima, tushundinglar? Yashil to'qimada nima sodir bo'ladi azizlar? Biz ko'p gaplashganmiz. Mana 10-sida ham gaplashamizki, demak, o'simlikning qaysi qismi yashil bo'lsa, u yerda fotosintez sodir bo'ladi. Demak, assimilyatsiyon to'qimaning ikkinchi nomi xlorenxima. Vazifasini bilib bo'ldinglar. Demak, bu organik moddalar sintez qilish. To'g'rimi? Mana. Organik modda sintez qilish. Mana, ikkinchi xili bor mana. Endi mana shu organik moddalarni sintez qilgandan keyin uni jamg'arib qo'yish kerak. Jamg'aruvchi to'qima. Jamg'aruvchining ikkinchi nomi to'g'ri yozdim. Yana enxima to'qima. Men endi parni nimaligini bilmayman. Shu ko'proq parenxima desa xayolimga mana g'ovak to'qima keladi. Balki par g'ovak deganida. Chunki jamg'aruvchi to'qimani odatda oralari g'ovak bo'ladi. Misol uchun olma yesak ham g'ovak-ku. Misol uchun endi g'ovak deganda qay darajada? Mayli. Chunki parenxima hayvonlarda ham bor-da. Bilsanglar, misol uchun planariyani tana bo'shig'i bormi? Yo'q, yassi chuvachalarda. Ana shu qismi tana bo'shig'i yo'q, ularda parenxima joylashgan deb aytardik. Umuman jamg'aruvchi to'qimaning ikkinchi nomi nima ekan? Parenxima. Parenximaning vazifasi bu jamg'aruvchi yozib o'tirmayman. Qayerda ko'p bo'ladi? Biz leykoplast qayerda ko'p bo'ladi deb o'tganmiz, to'g'rimi? Bu o'sha tilda parenxima bor sanachdi. Har bitta to'qimaning orasida albatta asosiy to'qima bo'ladi. Tushunasizmi? Asosiy to'qima bu o'simliklarda juda keng tarqalgan. Tushundinglarmi yo yana gapirmayman nimalar haqida? Demak, o'simliklarda to'qimalarning tartibi bo'yicha ikkinchisi asosiy ekan, ikki xil turi bor ekan. Assimilyatsiya, ya'ni fotosintez qilish. Bola konsentrat o'chib qopti, nega o'sib ketyapti? O'chib qo'ydinglar. O'tib ketdimi? Demak, assimilyatsiya bu demak organik moddalar sintezlash bu qayerda sodir bo'lar ekan? Xlorenximada. Ikkinchisi o'sha hosil qilgan organik moddalarni qayerdadir to'plash kerak. Bu jamg'aruvchi, ya'ni parenximada. Yaxshi. Keyingisi bizda mana shunaqa joyi rosa ekonomika qilishlar ko'raman. Uchinchi to'qima bizda qoplovchi. Bitgacha qoplovchi emas, o'tkazuvchi deb yozaman. O'tkazuvchi sal kamroq-da. O'tkazuvchi to'qima o'z navbatida bilib turibsa, o'tga nimadir o'tkazadi. Yo'lda nimadir o'tkazadi masalan, to'g'rimi? Umuman nimalarning harakatidir sodir bo'ladi o'tkazuvchi to'qima. Qaranglar bo'ldi. O'tkazuvchi to'qimaning ikki xil turi bor. Deganimda, ko'pchilik menga flema vaksinema deydi. Flema vaksinema degan turi yo'q o'tkazuvchi to'qima. O'tkazuvchi to'qimaning ikki xili bor, qarang. Birinchisi. Voy bormi? Tirik, o'lik degan narsalarni yozmayapman. Bu tirik. Chunki ichi mel babirchi kattaroq. Shuningdek, mana shundan kichkina bo'lardi oldin bunaqa doskamiz, oq doska bor-ku. Whiteboard. Markerda yozadigan. O'shanga 6 to'qimani sig'dirardim. Esladimmi, Timur? Sizlarga mana shuni Timur birga o'tgan payt aytdim. Yo'q, aslida yo'q. Xo'p, demak, o'tkazuvchi to'qima, ularga mana shuni anaqada o'tib berganman, markerli doskada. O'tkazuvchi to'qima ikki xili bor. Birinchisi azizlar.
o'lik. O'lik emas, endi nima deymiz? Traxeit deymiz mayli. Traxeit yoki ikkinchi nomi o'tkazuvchi nay degani buni. O'tkazish to'qimaning birinchi turi nima ekan? Traxeit yoki ikkinchi nomi? Yozmadim, yo yozaymi? O nay qilib qo'yaymi? Achiga o't nay. Chunki men traxeit deyishni afzal ko'raman. Chunki o'tkazuvchi to'qimaning o'tkazuvchi naylari degandan ko'ra, chunki u qanaqadir farqlayotgani sezilmaydi-da, o'tkazuvchi to'qimaning o'tkazuvchi naylari. O'tkazuvchi to'qimani traxeit desa bilinadi. Bo'ldi, bu boshqacha. Sal gapi boshqacha-ku morfologiya jihatdan. Demak, o'tkazuvchi to'qimaning traxeitlari nima ish qiladi? Bo'ldi. Bu qaranglar, eshitinglar. O'lik bo'ladi. Bitta narsa aytaman sizlarga. O'lik hujayralar bir-biriga zich bo'ladimi har doim? Har doim o'lik hujayraning o'ziga xos xususiyati shuki, o'lik hujayralar bir-biriga zich. Zich narsadan suv zo'r o'tadi. Bilib olinglar, zich narsadan suv yaxshi o'tadi. Misol uchun, endi uzoq safar ketayotgan yerda gullar qurib qolmasligi uchun nima qilasizlar, bilasizlarmi? Ko'pchilik nima qiladi? Endi kimlardir baklashga tiqadi-da, tagiga igna bilan teshib, sekin tomchilatib sug'orib qo'yadi. Kimlardir, masalan, men o'zim ham shunaqa qilib ko'rganman. Ip, bundoq suv olasiz, ichiga ip solib qo'yasiz. Farqi yo'q aslida. Ipni olib tepaga qarang, bo'lmasa anaqaga qarshi, fizik omillarga qarshi, gradiyentga qarshi qarab ketamiz, masalan, gradiatsiyaga. Ya'ni deyotganim, pastga chelak qo'yib qo'yasiz, misol uchun nimadir suv, bonkami, ichida suv bor. Ichiga ip bilan misol uchun nima qilib qo'ysangiz, tuyakka qo'yib qo'ysangiz, suv chiqadi. Yoki nabarot, endi qiynamasligi uchun, sinab ko'rmaslik uchun yoniga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ip qilib qo'ysangiz, ip orqali suv o'tib boradi. Chunki ip shimiladi, suv o'zi shimiladi. Keyin misol uchun shimilib o'tib borib, gulga sekin-sekin tomchilab quyilib turadi. Kelganingizda gulingiz yana navqiron barq urib turibdi. Agar ketib qolsangiz, kelguningizgacha so'lib mol ham yemaydigan darajada xashak bo'lib qoladi. Demak, o'tkazuvchi to'qimaning birinchi turi traxeit, bu o'lik bo'ladi. O'lik bo'lgan narsa bir-biriga zich bo'ladimi? Zichmi? Demak, bundan nima o'tadi aslida? Mineral moddalar erigan suv. Suv. Ya'ni suv va unda erigan mineral moddalar. Chunki suv orqali mineral modda o'tadi. Bizlar chunki tagida natriy, kaliylar suv orqali o'tib ketadi-da. Biz ham suv ichamiz, orqasiga yozib qo'yadi, gidrokarbonat, natriy, ftor, kaliy, paliy deb yozib tashlaydi, to'g'rimi? Suvlarning orqasiga. Chunki suvda shunaqa mineral moddalar eriydi. Erigan holatda bo'lib biz ichamiz. Bu ham shu, endi suv unda erigan mineral moddalar, umuman suv deb yozib qo'yaman. Suv qayerdan o'tar ekan? Traxeitdan. Demak, o'tkazuvchi to'qimaning traxeit turi, demak, o'lik bo'ladi va u o'zidan suv o'tkazadi. Bu poyaning ksilema qavatida joylashgan. Qat'iy yozaman endi. Ikki bundoq yozib qo'ying. Ksilema. Hozir bu to'qimani uchun poyani ichki tuzilishini o'tgan paytim ham yana tushunib olamiz. Xo'p? Yoqiylik shu konteyner jonivor emas, ketolmaydi shu. Ikkinchisi. Elaksimon naylar. Elaksimon. Bekorga elaksimon nay deyilmagan. O'zim menga mana shu elaksimon naylarni juda anaqaga o'xshataman. Hozir tushuntirib beraman. Elaksimon nay deb yozdim, to'g'rimi birinchisini? Qarangchi, mana shu past qismi ham ko'rinyaptimi o'zi? Elaksimon. Yaxshi. Elaksimon naylar bu trik bo'ladi. Birinchi navbat trik. Ikkinchisi, buni pastga qarab tursa tepadan chiqib keladi-ku. To'g'ri, tepaga yoziraman. Elaksimon naylar trik birinchi xususiyati, ikkinchi xususiyati. Qarang, bularning yadrosi yo'q. Shu joyga e'tiborli bo'lish kerak. Elaksimon hujayralarning, elaksimon naylar nimasi yo'q ekan? Cho'tga yozsam, o'zimga ham junoq qilaydi. Men bitga yozaman. Hech qilmaydi, siz daftaringizga chiroyli qilib yozib olasiz. Qaysi odam qo'ygan bo'lsa, bu dunyoning eng katta farosatli insoni. Demak, trik, keyingisi yadrosi. Yadro yo'q. Ola men shuning uchun so'raman sizlardan. Misol uchun Makka jo'xorini elaksimon naylarida 2 yana necha desa yoki nechta nima bor desa, yo'q, u yerda yadro yo'q. Bu hech narsa sodir bo'lmaydi. Mitoz meyoz sodir bo'ladi o'sha yerda misol uchun. Amitoz sodir bo'lishi mumkin agar. Chunki yadrosi yo'q. Ya'ni bir prokurorlarga o'xshab mitoz bo'lmagan, tiptoz bo'lgan. Yadrosi yo'q. Demak, baqirordimi? Trik. Yadrosi yo'q. Keyingisi azla. Yadrosi yo'q bo'lganda uning yonida yo'ldosh hujayralar bo'lishi kerak. Yo'ldosh hujayralari bor. Va qaranglar, nima uchun yadro yo'q? Bitta narsa aytaman sizga. Nima chizamiz? Mana shunga chizib qo'yamiz, hech narsa qilamiz. Mana hujayralar. Tasavvur qiling, mana shu hujayralar. Usmos turibdi. To'g'rimi? Bu aminokislotlar qatori emas bu. Aminokislot emas. Bu orasida yadro yo'qligi bor-ku, glyukozaning transportini tezlashtiradi. Bo'ldi. Chunki bizda bu narsa o'zi hujayrada biz sizlar bilan faqat nima haqida gaplashdik-ku? Aktiv passiv transport haqida.
Aktiv transportda faqat nima haqida gaplashdik? Kaliy natriy nasosi, to'g'rimi? Yoki fagositoz, endositoz haqida gaplashdik. Ya'ni egzositoz va hokazo. Xullas deyotganim transitoz degan narsa ham bor-da, bu vorsinkalarda boradi. Bizda ham boradi shunaqa jarayon. Bilsanglar, men hazm jarayonini sizlarga o'ylab o'tganmanmi? Qarang, vorsinka bir qavat epiteliy, to'g'rimi? Devor. Bir qavat epiteliy. Vorsinka bir qavat epiteliydan nariyoqda уже ichak, ovqat ketyapti. To'g'rimi? Bu yoqda уже qon tomir. To'g'rimi? Ya'ni vorsinkalar bir qavat epiteliymi? Qanaqa o'tadi sizga savol. Ya'ni oziq modda vorsinkalar orqali qanaqa qilib o'tadi desa, vorsinka butun boshi mana bu epiteliy hujayrasi, mana epiteliy hujayrasi, mana bu epiteliy hujayrasi deb o'ylaydigan bo'lsak, mana shu, mana bu yerda qon tomir, mana bu qon, mana bu ichakni bo'shlig'i, ovqat ketyapti, oziqa. To'g'rimi? Peristalitik va mayatnik harakatlar sodir bo'ladimi bu yerda? Va ozuqani tiqadi. Mana shu yerda transitoz bo'ladi, eshitdinglar. Transitoz mana bu yerda epiteliyning yadrosi bor. Transitoz degani hujayraga kirib keladi modda endositoz yo'li bilan. To'g'rimi? Oziq modda kirib keladi. Vakulalarga, vezikulalarga o'raladi. Ko'rdinglar, oziq modda kirib kelishi bilan nimaga o'raladi u? Vakulalarga, pufakchaga o'raladi. Pufakchalar orqali sekin kelib, sekin mana bu yerda yana egzositoz qilib chiqariladi. Rostdan shunaqa, misol uchun sizlar shu narsani haqida o'ylab ham ko'rmagansiz-da, qanaqa vorsinkadan o'tadi. Sitoplazmasidan o'tib ketadi u. Har bitta ozuqa cherak sitoplazma o'tib ketadi. Tasavvur qilsam, bu xuddi bu yo'l turib, yo'l yo'qda, boshi dalani kesib o'tishga o'xshaydi-da. Narsa ekilgan dalani kesib o'tadi. Gazonni bosma, gazonni faqat qo'ylar bosadi degani. Shunga o'xshab, demak, ozuqa mana shu ichak bo'shlig'idan butun bosh sitoplazma bo'ylab o'tib ketadi. Bu ham shu aslida. Ozuqa bizda qanaqadir bo'shliq yo'q, ichakka o'xshagan narsa yo'q ularda. O'smaylarida. Shunaqa bitta misol uchun nay bo'lsa, men o'ylashimcha. Yadrosi yo'q bo'lgani uchun yaxshi o'tib ketadi. Transitoz bo'lib, ya'ni glyukoza mana shunday o'tadi. Yadrosi yo'qki, как будто nay paydo bo'lgan hujayralar orasida. Tushuntira olamanmi? Yadroning o'rnida, xuddi misol uchun umurtqa pog'onasida biz aytamiz, umurtqa pog'onani har bitta o'rtasidagi teshikda umurtqalar ustiga qo'yib, umurtqalar aro nay paydo bo'ladi. To'g'rimi? Orqa miya joylashadi. Shunga ko'ra, men ham shunaqa deb o'ylayman. Bu o'zimning shaxsiy o'ylashim. Chunki men botanik emasman, agrarda o'qimayman. O'zimcha o'rganib chiqaman. Ikkinchi meni o'zim yana o'ylashim, mana narsa bekorga elaksimon nay deyilmaydi bu. Elak, to'g'ri, bu ham shu bir tomoni. Qaranglar, eslarda bo'lsa, o'smirlarni endoplazm bitta o'z hujayrasining endoplazmatorlari qo'shni hujayrasining endoplazmatorlari bilan tutasharmidi? Eslarda shu gap 9 da yozilgan. Bitta o'smirning endoplazmatorlari qo'shni o'smirning endoplazmatorlari bilan tutashgan. Misol uchun. Ya'ni endoplazmatorlar orqali nima sodir bo'ladi? Organik moddalar sintezi. To'g'rimi bu olganda? Ya'ni endi deyotganim polisaxaridlar sintezlanadi u yerda. O'sha glyukoza hosil bo'lib, ana shu eli bilan qo'shilib ketgandek tutashganda bular. Shunaqa o'tadi deb ham o'ylayman o'zimcha. Ya'ni mana shu endoplazmatorlar tutashganda bular. Imunda o'smiyda bekorga unaqa bo'lmagandir. Endoplazmatorlar orqali cheres berib yuboradi. Glyukoza deydi, bu yerda o't ildizga aytib boradi. Masalan. Tushunyapsizlarmi? Demak, mayli, agar tushunmagan bo'lsanglar, o'tkazish to'qimani demak ikki xil turi bor ekan. Birinchisi traxeit, o'lik bo'ladi, zich bo'ladi. Ya'ni o'zidan suv va bunday degan mineral moddalarni ildizdan yuqoriga qarab harakatini ta'minlaydi. Zotan, bolalar, mana boya aytdinglar, ipdan shuni tepaga chiqadimi deb. Unda ham hech qanaqa harakat yo'q, qanaqadir anaqa yo'q, pulsatsiya yo'q, qanaqadir tebranish yo'q, tepaga qarab suv chiqib borishi. Masalan, o'sha 150 metrlik daraxtlarda, misol uchun sekvoya dendron olamizmi? Yoki misol uchun evkalipt olamizmi? Ularda qanaqa qilib shu 100 metr balandlikka chiqib boradi suv, tasavvur qiling, uchidagi hujayraga. Mana shu demak to'qimalar zich, ildizning bosimi baland, so'rib oladi va suvni tepaga qarab o'tkazadi. Qaysi qavat orqali o'tar ekan poyaning? Bu qavat. Tushundingizmi? Qavatning nomi. Hozir qavat haqida gaplashamiz. Keyingisi elaksimon nay. Elaksimon naylar bu tirik bo'ladi, lekin faqat sharti shuki yadrosi yo'q. Tirik, lekin yadrosi yo'q. Yo'ldosh hujayralari bor evaziga. Shuningdek, bular o'zidan organik moddani transportini ta'minlaydi. Organik moddalar transportini ta'minlaydi. 11 ga butunlay qo'yib qo'yibsiz. Organik moddalar transporti. Tushundinglar? Demak, bu qayerdan harakatlanadi? Bargdan boshlab, chunki organik modda qayerdan sintezlanadi odatda? Bargdan boshlab poyaning istalgan joyga, yo ildizga boradi, yo uchga hosil qilish to'qimaga agar nima kerak bo'lsa, bo'linadi-ku hujayralar. Energiya kerak bo'lsa, shu qarab glyukoza yetkazib beradi. Ahamiyat yo'q. Demak, bu shunaqa joyda joylashgan. Aytgancha bu qayerda joylashgan desa, poyaning floema degan qavatida joylashgan. Buni yozmadim o'sha. Chunki juda sig'mayapti ham. Muhimi bu ikkinchi nomi yoki qanaqadir boshqacha bu bir xil emas. Bu qavatning nomi. Tushunasizmi? O'tkazuvchi nayning ksilema degan turi bor emas.
Bu o'tkazuvchi nayning traxeid turi poyaning ksilema qavatida joylashgan. Tushundinglarmi? Men yaxshi ko'raman-da, men misol uchun umuman olganda to'g'ri o'tkazuvchi to'qimani flema deb ketsa ham, ikki xil turi bor, flema, ksilema deb ketsa ham mayli deyishadi. Ko'pchilik bas, mayli hatto javoblarda to'g'ri olib ketadi testlarda. DTM testlarida har qalay umuman olganda. Misol uchun sizga glyukozani ham aytaman-ku. Chala va to'g'ri parchalangan deganda, umuman olganda, ha, bu bosqich nomi emas, bu glyukoza laqab. Shunga o'xshab yaxshilab tushunib keting, bu aslida ksilema yoki flema bu o'tkazuvchi to'qimaning turi emas. U poyaning qavati. Poyada 5 xil qavat bor, hozir gaplashamiz. O'sha qavatlardan bittasi joylashgan. 4-chi xil to'qima bizda bu qoplovchi. 3 xil turi bor. Birinchi turi. Mana, birinchi turi epiderma. Epiderma. Epi ustki degani, derma qavat degani bolalar. Misol uchun, epiderma ustki qavat. Qaranglar, bu umuman olganda poyaning ustkidan qoplab turar ekan. Hamma narsani qoplovchi to'qima-ku. Hamma narsani ustidan qoplab turadimi? Qarang, ostida hujayralar joylashganmi? Asosiy to'qima hujayralari. Misol uchun, fotosintez qilaman deb turibdi, bargda masalan. Ustidan nima joylashgan? Epiderma joylashgan. Savol: bu epiderma hujayralari agar rangsiz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, rangli bo'ladigan bo'lsa, quyoshni uni o'tkazadimi ichkariga? O'tmaydi. Demak, qanaqa bo'lishi kerak? Shaffof bo'lishi kerak. Xuddi bizani shoh parda va kamalak pardaga o'xshab. Shoh parda nima qiladi? Ichidagi qorachiq teshigi shaffof bo'ladi, to'g'rimi? Nurni qanchalik o'tishini ta'minlab beradi qorachiq orqali. Atrofi esa kamalak parda rangli bo'ladi. U o'sha qorachiq qisqargan paytida atrofdan nur o'tib ketmasligini ta'minlaydi. Albinos odamlarda shuning uchun ham ko'zning nuqsoni bor. Hamma joydan yorug'lik o'tib ketadi, deb kamalak parda yorug'lik hisobiga. Demak, qoplovchi to'qimaning birinchi turi epiderma, bu o'simlikning 1 yillik barcha a'zolarida bo'ladi. 1 yillik barcha a'zolar. Nima 1 yillik? Baglar 100% 1 yillik, hech qachon 2 yil turmaydi. To'g'rimi? Baglarni qoplab turadimi? Qoplab turadi. 1 yillik novdalarni qoplab turadimi? Qoplab turadi. Hattoki ildizni ham qoplab turadi epiderma, bilib oling. Ildizni nima qoplab turar ekan? Epiderma. Shaffof bo'ladi. Demak, shaffof bir qavat zich joylashgan, chunki zich joylashning sababi orasidan narsalarni o'tkazib yubormasligi kerak. Hozir aytaman. Zich va shaffof. Zich va shaffof joylashgan. Hujayralar yig'indisidan shaffof yozdim. Zich va nima demoqchi edim? Zich bo'ldi. Zich va shaffofni birga yozmoqchi edim, aniqroq yozib qo'ygan ekan. Azlar. Odatda 1 yillik to'qimalar o'zida urug'i tarkibidagi suv. Misol uchun mana endi 2 rupala barg bilan yer yuziga novda o'sib chiqdi, to'g'rimi? Ikkita barg chiqardi. Nish urdi, poya. Nish urganda shu poyaning ustida qanaqa to'qima bo'ladi? Epiderma bo'ladi, qoplovchining epidermasi ustidan qoplab turadi. Endi eshiting. U hali ildiz otmagan, yaxshi, unaqa zo'r. Atrofda suv, bor suvni zaxiralash kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'z quyosh to'g'ridan to'g'ri tushib turibdi, o'zi mittigina, mittigina nima derdi? O'sha ichidagi suvni bo'latib olmasligi uchun atrofdan mum bilan qoplagan bo'ladi. Mum bu bilasiz lipidning bir turi. Bilasiz, yog'lar umuman suvni o'tkazmaydi. Shuningdek bular gidrofoblik effektini beradi. Ya'ni ustiga suv tushadigan bo'lsa, suv yumalab pastga qarab tushib ketaveradi. Hech o'zida suv ushlab turmaydi. Gidrofoblik effektini beradi. Bildingmi? Demak, mum bilan kutikula alohida moddalar ekanmi? 6 sinfda mum va kutikulani alohida yozgan, lekin qaysi kitobda edi? Kutikula tarkibida mum bo'ladi. O'sha baglarning ustida qolib kutikula bu yupqa qopadigan, to'g'rimi? Kutikulasi tarkibida mum bo'ladi deb yozib ketgan 10 sinfda masalan. Demak, epiderma umuman olganda shaffof, negaki u fotosintez qilishi kerak o'simliklar. Ya'ni 1 yillik novdalarni hammasi fotosintez qiladi. Chunki biz nima deyamiz? Xloroplast qayerda bo'ladi? O'simlikning 1 yillik novdalarida bo'ladi. To'g'rimi? Hali pishib yetilmagan mevalarda bo'ladi, 1 yillik novdalarda bo'ladi, baylarda bo'ladimi? 1 yillik novdalar nima qoplab turar ekan? Epiderma. Unga shunaqa vazifa yuklatilgan. Qara, sen qoplab turgan narsa fotosintez qiladi. Shuning uchun sen nur o'tkazishing kerak. Bo'ldi, taqsir. Demak, shaffof. Zich bo'ladi. Nega? Chunki u atrofdan tashqi muhitdan narsalarni o'tkazib olmasligi kerak. Zich. Shuningdek, u ichkaridagi suvni bo'latib olmasligi kerak. Mum. Tushundingizmi? Yaxshi, mana qiyin emas. Endi tut misolida keltirilgan, masalan, epiderma shu yilning mana shu bitta epiderma qachon hosil bo'ladi? Odatda bahorda hosil bo'ladi. Endi novda o'sib chiqdi, mana barg yozdi, epiderma hosil bo'ldi. Martda, aprelda, misol uchun. Eshityapsizlarmi? Qachon bu ikkilamchi to'qimaga, ya'ni peridermaga aylanadi? Shu yilning o'sha yozida, yozning 2-yarmida. Agar u ko'piyli o'simlik bo'lsa, agar ko'piyli o'simlik bo'lmasa, bo'ldi, bu o'sha birato'la ikkilamchiga aylanib o'tirmay, siz baglarni tashlab yuboradi, novda ham quriydi bo'ldi. Tushunyapsizlarmi?
Agar u ko'p yillik o'simlik bo'ladigan bo'lsa, yozning ikkinchi yarmida epiderma уже nimaga aylanadi? Peridermaga aylanadi. Periderma уже o'lik asli. Epiderma tirikligini yozmayman men. Tirik. Qani hozircha bizda faqat o'tkazuvchida o'lik bor mana. Rostmi? Traxeatida. Endi bizda qoplovchini ham nima bo'ldi? O'lik qism bor ekan. Qaysi ekan uning nomi? Periderma. Qachon hosil bo'lar ekan? Yozning ikkinchi yarmida. Уже yoz kunlar isib, kunlar haddan tashqari jazirama bo'lib, yozning ikkinchi yarmi va shuningdek уже suv bilasizlar kam bo'ladi. Yomg'ir ham yog'maydi, kimdir sug'ormasa, уже shunaqa ana o'sha paytda уже ular qo'ng'irlashib epiderma o'lib boradi. O'ladi va qo'ng'irlashadi. O'lgan narsa to'qima va u peridermaga aylanadi. Periderma ustidan yog'simon suberin degan modda bilan shimiladi. Mundan kuchliroq narda, endi tasavvur qilsak bo'ladi. Mundan sal kuchliroq. Suberin endi hammaning o'ziga xos xususiyat. Suberin degan modda bilan kim shimilar ekan? Periderma hujayralarning atrofini suberin degan modda o'rab oladi. Bu yozda, qishda sovuqdan, yozda issiqdan, shuningdek mikroorganizmlardan himoya qilib turishni ta'minlaydi. O'sha suberin modda shunaqa xususiyatga ega. Ya'ni u как будто zichlik beradi-da, ustidan rasvor tortib olganga o'xshaydi. Masalan, g'ishtlarni terib ustidan rasvor tortganga o'xshab shunaqa moddalarni, nima, periderma hujayralari ustidan yaxlit qilib suberin modda shimilib chiqqan. Tushunasizmi? Yillar o'tgani sari har yili, misol uchun ko'p yillik o'simlik bu daraxt deb o'ylaylik, masalan, periderma har yili yangi qavat shakllanadi. Yana periderma, yana periderma. Ya'ni hujayralarning nomini aytmayman. Aytaman, mavzucha esimdan chiqib qolgan. Pokak hujayralar. Bu nomi nima ekan periderma hujayralari? Ya'ni epiderma o'lsa qanaqa hujayraga aylanadi? Pokak qanaqa o'zi bolalar bilasizlar? Bu g'ovak. O'lgan to'qimada bu vujud. G'ovak aylanadi. Pokak. Bu qanaqa modda bilan shimildi? Suberin bilan. Har yili pokak qavat shakllanib boraveradi, va oxiri где-то bir 5-6 yillarda bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. O'sha endi biz poplovchining 3-xili haqida gaplashamiz. Postloq bu yaxlit tuzilgan pokaklar qavatidan iborat, qattiq. Unda уже elastiklik xususiyati yo'q. Ichkarida mana bu kambi bor-ku? Kambi mana. Kambi hujayralar hosil qiladi, poy yo'g'onlashib boraveradi-yu enaga. Postloq esa uning elastiklik xususiyati, ya'ni tirik bo'lmagandan keyin o'lik-ku, elastiklik xususiyatini yo'qotgandan keyin postloqda o'zi yoriqlar paydo bo'ladi. Yoshi katta daraxtlarda yoriqlar bor postloqda. Chunki u ichkaridan semiraveradi, lekin atrofidagi o'sha to'qima uni endi oldingida yosh emas. Yo'q deydi, men uni oldingida yosh bo'lsam ekan, hozir bunaqa emas. Shuning uchun yorilib ketaveradi. Ya'ni o'sha elastik xususiyati yo'q, va hokazo. Postloq o'sha yaxshigina himoya qiladi peridermadan ko'ra. Darvoqasida pokak hujayralar orasida bitta modda bor. Bu yasmiqchalar deb ataladi. Yasmiq mana. 6-sinfda shunchaki yasmiqchalar deb ketgan. Yo'q, to'g'rirog'i 6-mavzuda orasida yasmiqlar bor degan, u yasmiq vazifasini netmagan. Lekin 13-mavzuda poyasidagi mana shu yasmiqlar orqali ular nafas oladi degan. Chunki qalin bo'lib ketadi-ku borgan sari. Yog'li va qalin, zich. To'g'rimi? Yog'li degan suberinni nazarda tutaman. Suberin o'lik bo'lganda zich bo'ladi, pokak bo'lib yozib hamma joy qalin bo'lib ketgandan keyin poya oralarida nima deydi, yasmiqchalar qoldirib ketadi. Yasmiqchalar bu o'sha как будто bu kislorod zaxira qiluvchi jamg'arish to'qimi. Tushundingizmi? Ya'ni havo to'playdi u. O'sha orqali o'sib to'qimlik nafas olib turadi. Orasida shunaqa narsalar qoldirib ketgan. Buni men nimaga o'xshatsam bo'ladi? Ayrim narsalar orasida biz shunaqa narsalar qoldirib ketamiz-ku o'zi. Hayolimga kelmadi ekan. Jamg'arish to'qimani ham boya aytmayman, nimalar jamg'arishi? Suv jamg'arishi mumkin kaktusda, aloyda, to'g'rimi? Bargi seret, poya seret o'simliklar bor. Shuningdek, ozmota to'plashi mumkin urug'lar. Yana havo to'plovchi turlari ham bor. Ayrim, misol uchun, o'mirsida o'tamiz, botqoqda yashaydigan o'simliklar aeroxima degan turi bor. Aero havo, enxima to'qima. Pareximani bir turi. Havo to'plab turadi. Botqoq chunki juda ham zich-ku. Botqoqni emas. Hali o'tamiz, botqoqqa tushib qolgan anaqalardan torf hosil bo'ladi. Tirik organizm botqoqqa tushib qolsa, chirimaydi-da o'tda, tushunasizmi? Chunki botqoq bu chiriladigan joy emas. O'tda zich juda ham to'qima, atrofda shimilib torf degan modda aylanadi. Ko'mirga o'xshagan torf degan modda bor. Qoplovchi to'qima haqida ham gaplashib bo'ldikmi? Hamma narsa yaxshimi? Bizda 5-to'qima bor. O'zi mana 5-to'qima haqida gaplashsak bo'ldi shu. 6-si unchalik ham ahamiyatli emas. Mexanik to'qima. Poyaning mexanik tafsilotlariga nisbatan mustahkamligini ta'minlaydi.
Ikki xil turi bor. O'z umumiy emasligiga aytaman, barcha mexanik to'qima mustahkamlikni ta'minlaydimi? Hujayralari qalin qobiqli, juda ham qalin qobiqli. Hujayralar qanaqa ekan? Qalin qobiqli. Choynani yoping, G'iyos turib yoping oyna. Demak, mexanik to'qimaning hamma hujayralari qalin bo'ladi. Eng katta o'ziga xos xususiyat shu. Qayerdadir qalin qobiqli hujayra ko'rdinglarmi? Gap o'qidingizmi, qaysi to'qima haqida o'ylashingiz kerak? Qalin qobiqli, to'g'ri, mexanik 100%. Chunki hujayralar qanchalik qobiq qalin bo'lsa, u o'z avvalambor hujayra devori vazifasini hujayraga tayanch beradimi? Agar hujayraning o'zini hujayra devori qalin bo'lsa, u o'simlikka ham tayanch beradi. Shunaqa o'simlik hujayralar yig'ilib. Mustahkamda chunki ular. Mexanik to'qimaning barcha hujayralar qobiq qalin bo'ladi, xullas. Mana, qobig'i qalin. Qobiq yupqa qaysi to'qima edi? Meristima duriylar. Endi biz sal buni boley ilmlilik odamlar gaplashaylik, terminologiyani ishlataylik. Meristima to'qimasi qobiq yupqa. Ikki xil turi bor bolalar, mexanik to'qimani. Baqirib yubordim. Birinchi turi tirik, ikkinchi turi o'lik har doimgidek zich. To'g'rimi? Tirik har doimgidek, unchalik zich emas, endi har qanday suyuqligi bor. Bitta qilsangiz, suyuqlik chiqib kelishi mumkin bo'lgan narsa u. O'lik narsa g'ovak bo'ladi, po'kak bo'ladi, siz ichidan hech narsa chiqmaydi, zich bo'lib borgan narsa. Bolalar, qaranglar. Bu narsani o'zi barg mavzusini o'tdikmi, o'tmadikmi hali? Barg bermadimmi? Bargda, bilib olinglar. Bargda naytorali bayramlar degan narsa o'tamiz hali. Naytorali bayramlar. 3 ta narsadan iborat deydi-da naytorali. Naytorali bayramlar. Mana barg keldi. Bargda nima sodir bo'ladi? Fotosintez, to'g'rimi? Fotosintezga nima kerak? Suv kerakmi? To'g'rimi? Keyin o'tda sintezlangan glyukozani boshqa joyga yetkazib berish kerakmi yo barg o'zi bir suvdan anaqa o'smadan suv olib, o'ziga o'zi glyukozani sintez qilib yotaveradimi? Sintez qilib o'simlikka ham beradi, to'g'rimi? Demak, suv yetib keladigan to'qima qaysi? Traxeitlar bor. Shu pauza qilib turaylik. Pauza o'chirib qo'ying. Mexanik to'qima birinchi rutik. Xullas biz barg haqida gaplashayotgandik. Bizning fikrimiz bo'lishdi. Men esimda lekin hamma narsa. Bargga demak suv yetib keladi. Bu traxeit o'tkazuvchi naylar. To'g'rimi? O'tkazuvchi nay boshqacha nom. Men aytdim sizlarga traxeitga kelishim o'tkazuvchi nay. Keyingisi elektron naylar. Va uchinchisi ham kerak. Chunki biz bargda nima qilamiz? Qarang. Mana shu tomiri bor-ku bayna, mana. Greenwaldda turibdi tomirlar, to'g'rimi? Bargda tomirlari bor. Shu tomirlarning bitta xususiyati bor bilsanglar. Biz nima qilamiz? Tomirlarni bog'chada anaqasini postini ishlab olganmiz-da, ana joyda. Yong'oq aynasi, ana joy qitqilab, narsalar qulog'iga qilib, bu narsalar yurganmiz. Ya'ni ana joylarni olganmiz. U joyi qattiq bo'ladi. To'g'ri, nisbatan qattiqroq bo'ladi. Barg bandi va tomirlar. Ha, naytorali bo'limni 3 ta narsadan iborat. Mana ertaga bargga o'tasiz va bir to'la yetib ketaman. Birinchi tolasi nima? Unga suv yetib kelishi uchun o'tkazuvchi nay. Naytorali bo'limlar birinchisi bu o'tkazuvchi nay, suv yetib keladi. Ikkinchisi sintezlangan glyukoza ketish kerak, elektron nay. Va uchinchisi mana shu tomirlarga mustahkamlik berib turadigan narsa bu mexanik to'qimani tirik xili. Kollenxima deb ataladi. Nomi nima ekan? Hozir aytaman. Kollenxima. Mana. Bu kollenxima qayerda bo'ladi desa, barcha tirik lekin mustahkam bo'lgan narsalarda bor. Ya'ni bayta odatda. Tushundingizmi? Bu tirik. Shuningdek, yana bitta joyi ahamiyatga ega. Imенно mexanik to'qimani kollenxima turi fotosintez qila oladi. Chunki ya'ni bu ham fotosintez qiladi. Chunki barg bandi ham yashil-ku, to'g'rimi? Barg bandi ham yashilmi? Bandi yashilmi? Bandi qo'ng'ir bo'ladi. Yashil, даже odatdagi bargdan ko'ra nisbatan qarang, to'g'riroq yashil bo'ladi. Balki rasmda bizdan adashmagan bo'lsa agar, to'g'riroq yashil. Demak, bu kitobingizda shunaqa yozganmi, o'zi yozmagan. Kollenxima turi fotosintez qiladi degan demagan. Xloroplastlarga ega degan. Xloroplastlarga ega degan. Juda ham muhim. Mana shu joy katta ahamiyatga ega bolalar. Demak, xloroplastlarga asosiy to'qima hujayralaridan tashqari yana kim ega? Kollenxima ega. Chunki u mustahkamlik berish uchun barg bandida borda. Barg bandini ham o'sha joydan unumli foydalanish maqsadida bunga ham to'qima o'simlik xloroplast bergan. Mana sanab sintez qil. Sensiz biz hech narsa qila olmaymiz, lekin kerak senga ham xullas xloroplast berib qo'yamiz. Bechara ham tayanch beradi. Hamchiligi xloroplastlar hisobiga glyukoza sintez qilaveradi u ham. To'saqos fotosintez qiladi. Nafaqat bargning butun boshi sathida, yuzasida bo'ladi, balki barg bandida ham fotosintez bo'laveradi. Tushunasiz? Yo'l ekan. Xloroplasti bor, e'tiborli bo'linglar. Madina nima deysiz? Dollarga borasizmi? O'shanisi so'ragan bo'ladi, lekin bitta bargga sindirganicha suv oqmaydi, lekin o'lib qolgan.
Lekin gul so'lib qolgan bo'lmaydi. Gul so'lib qolgan bo'lmaydi, xo'p. Bitta narxi, lekin Aynan bitta. so'lib qolgan bo'ladi. Faqat bittadan g'oyib. Men bilmadim. O'sha mana shu o'tkazuvchi qismida muammo bo'lgan bo'lsa kerak. Qanaqadir ateroskleroz bo'lgan bo'lsa, o'sha joyga infarkt bo'lganda, u balki infarkt bo'lgan. Ya'ni bilmayman endi. Balki zamburug' tushgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Masalan, o'tkazuvchi to'qimada yashagan bitta zamburug' bor edi-ku bizada. Vertilium. Vilt degan u kasallik. Qaranglar. Bizda endi o'lik turi qolib ketdi. O'lik turini o'zi ham qarang, tirik turiga ham o'lik turiga ham xususiyat deb beradi testada. Hozir gaplashamiz. Xullas, o'lik turi qanaqa xususiyatga ega? Mashqga yozaman endi, nima qilaman? O'lik turi ikki xil bo'ladi o'zi ham. O'lik turini o'zi ikki xil bo'ladi. Qanaqa yozsam mana? O'lik turi ikki xil. Uzunchoq, uzun ingichka va yumaloq. Yumaloq buni abay tarafdagi joy emas. O'lik bu uzunchoq, qaranglar. Uzunchoq ikki xil bo'ladi o'zi ham. Birinchisi lub tolalari, tola degan joyni yozmayman. Ikkinchisi yog'ochlik tolalari. Keyingisi yumaloq, skleroid deb ataladi. Skleroidmi? Balajonga tegdi. Tirik turini kalenxima deyman, o'lik turini aytmayman. O'lik turi sklerenxima deb ataladi. Sklerenxima. Sklerenxima. Tushundinglar? Demak, qarang, bizda nima terminlar bor? Nima olganda? Hop. Hosil qilish to'qimani ikkinchi nomi meristema, bilib olishimiz kerak. Keyingisi hosil qilish to'qima. Kambi. Asosiy to'qimani assimilyatsion turi. Parenxima. Asosiy to'qimani jamg'arish turi. Parenxima. O'tkazish to'qimani suv o'tadigan turi. Besta qilasiz? Hozir chiqamadimi? Aytamiz ekan. O'zim aytay. Hop, o'tkazish to'qimani o'tkazuvchi naylar, ya'ni suv o'tadigan qismi. Traxeid. O'tkazish to'qimani organik modda harakatlanadigan qismi. Elektronday. Bo'lib qoldinglar. Mana o'tkazish to'qimani ikkinchi turi, ya'ni organik modda harakat qiladigan turi. Yozmaganman-da chunki organik modda harakatlanadi. Lekin men tushuntirib ketdim. Organik glyukoza harakatlanadi. Glyukoza organik moddamish qilib, ya'ni organik moddami. To'rtinchi turi qoplovchi to'qima. Qoplovchi to'qimani demak tirik va bir yillik novdalarda bo'ladigan qismi epiderma. Ikkinchi yildan boshlab paydo bo'ladi periderma. Yillar o'tib paydo bo'ladi. Qaranglar. Periderma hujayralari nima deyilar ekan? Po'kak. Bular tirikmi, o'likmi? O'lik. Ular qanaqa modda bilan shimilgan? Natijada nimalar qilmaydi? Natijada suv o'tkazmaydi. Qishda sovuqdan, yozda issiqdan va nima? Kasallik tug'diruvchi mikroorganizmdan saqlaydi. Shuningdek, ular nafas ololmay qoladi. Bo'lmasa periderma qalinlashib, orasida yasmichlar va shu orqali nafas oladi. Ketdi, mexanik to'qimani ikki xil, umuman olgan mexanik to'qimani hamma turida, tirikida ham, o'likida ham nima bo'ladi? Qobiqan. Xuddi mana bu ham o'tkazish to'qimani traxeida ham, elektronda ham baribir nimadir o'tkazganga o'xshaydi. Mexanik to'qimani mexanik qilib turgan narsa bu qobiq qalinlik. Tirikida ham, o'likida ham bir xil qobiq qalin bo'ladi. Hop, tirik turi, demak o'sha qobiq qalin, tushundingizmi? Va yumaloq bo'ladi aytgancha kalenxima ham yozmabman. Yozilgan kitobga yumaloq deb yozilmagan. Yo'q, bu boshqa narsa-ku. Mayli. Cho'ziq deb yozganman kalenxima, dash. Boya aytdim-ku aytgancha, naytolaning bo'limida cho'ziq bo'ladi. Cho'ziq deb yozib qo'ydik. Cho'ziq bo'lishining sababini tushundinglar, chunki naytolaning bo'limida o'sha boyagi tomirlarda bo'ladi. Bagning tomirlari bormi? U yerda cho'ziq bo'ladi ekan işte. Demak, kalenxima deb ataladi, tirik bo'ladi, xloroplastlarga ega, cho'ziq bo'ladi. O'lik turining ikkinchi nomi sklerenxima ikki xil bo'ladi. Uzun ingichka va yumaloq. Yumaloq hujayralar skleroid deb ataladi. Uzun esa ikki xil bo'ladi. O'z navbatida ham lub tolalari va yog'ochli tolalar. Yog'ochli tolalarni poyaga, qarang, yog'ochli poyaga mustahkamlik beradi, ya'ni qattiqlik beradi. Lub tolalar poyaga elastiklik beradi. Farqi bor. Lekin ikkalasi birgalikda mustahkamlik beradi. Tushundingizmi? Suyakda ham organik moddalar ko'p bo'lsa elastik bo'ladi, anorganik moddalar ko'p bo'lsa qattiq bo'ladi. Organik va anorganik moddalar birgalikda suyakka mustahkamlik beradi. Degan 8da shunaqa degan. Mustahkamlik ham elastiklik ham qattiqlik tomonidan ta'minlanadi. Tushunasizmi aytganim? Misol uchun tutda misol uchun lubtolalari ko'p bo'ladi. Hozir gaplashamiz. Kanal bilan zig'irda subtolalari zo'r rivojlangan. Shuning uchun biz ulardan nima degan? Ip olamiz. Xo'p, yumaloq turi skleroid deb ataladi dedik. Skleroid hujayralari o'zi ham joylashgan joyiga ko'ra har xil. Kimlardadir meva betida joylashadi. Meva betida joylashsa kimlarda? Nok bilan bexil. Haqiqatdan yesak orasida tosh hujayralar chiqib qoladi. Qattiq tosh hujayralar bularmi? Skleroid. Ularning qobig'i qanaqa? Shuki. Qalinda juda ham mana. Qobig'i qalin bo'lgani uchun ham
Qattiq. Shuningdek, u urug'larni odatda qobiq qalin bo'lgach, urug' qobig'iga juda ham mos keladi-da. Urug' qobig'i haqiqatda ham bizda qanaqa bo'ladi? Qattiq bo'ladi. Kim misol uchun olchani, nimani danagini chaynab tashlagan. YouTube orasiga. Bunaqa qilmagansizlar, to'g'rimi? Yaxshi. 6-to'qima ajratish to'qima. Ajratish to'qima tirik. Ajratish to'qima shu poya o'zida vitamин, smola, kauchuk, nektar, efir moylari kabi narsalarni hosil qiladi. Qaranglar bolalar. Demak, biz olganda nima deyapmiz? Hosil qilish to'qimada hujayralar faqat tirikmi yo ham o'lik ham bormi? Faqat tirik. Faqat tirik bo'lgan narsani birinchisi hosil qiluvchi, ikkinchisi asosiy, uchinchisi ajratuvchi. Hozir oxiriga yetganim. Keyingisi mana o'tkazish to'qima o'likmi tirikmi? Ikkalasi ham bor. Faqat o'lik to'qima bo'lmaydi hech qachon. O'lik hujayralari ham bor shunchaki uni. Qoplovchi to'qimani. O'lik turi bor mana. Peridermadan boshlab o'sha o'lik, epidermas tirik. O'sha ikkinchi va ikkilamchi, qarang. Mana buni ikkinchi nomlari bor mana. Qoplovchi to'qimani ikkilamchi va uchlamchi turi deb ataladi bular. Tushundingizmi? Ikkilamchi chunki bu aylanadi-da bunga. Masalan, mana bunda shunchaki ikki xil, birov-birovga aylanmaydi. Lekin epiderma keyinchalik peridermaga aylanadi. Periderma keyinchalik postdoqqa aylangani uchun ham ikkilamchi va uchlamchi qoplovchi to'qima deb ataladi bular. Ikkilamchi qoplovchi to'qima haqida to'g'ri fikrlarni aniqlang. Yozning ikkinchi yarmida hosil bo'ladi. Periderma deb ataladi. Spirin degan modda shimilgan, o'gay hujayralardan iborat. Orasida yasmiqchalar bo'ladi. Tushundingizmi? Yozda ketdi. Mana shunday. Xo'p, keyingi ham tirik ham o'lik bo'lgan hujayra to'qima bu mexanik to'qima. Tirik turi nima deyiladi? O'lik turi nima deyiladi? Nima tushunarsiz bor? To'qima oson ekan, qiyin emas. Endi qarang, biz ham o'zi har doim mavzuni tushuntirib bergandek, o'zi odatda test ishladik. Testim yo'q lekin men yonimda kimdadir test bo'lsa topib olaylik, shundan moment bo'lsa, to'qimaga xos xususiyatni aniqlaymiz. Masalan, bunaqa dedi-da. Bo'lsa topib olinglar. Asosiy to'qima, men ungacha sizlarga qoyani nimasini tushuntirib turaman. Nima deydi? Nima qilish mumkin emasmi? Topikka ochib yotibman ishingni. Qarang, mana shu hozir qanaqa ko'rinyapti? Yaxshimi? G'alatimi? Ostana. Endi orqasini yonaman. Do'rniksin. Ha? Mana hech narsa qilmaydi. Otasi o'zi bo'lsa ham. Yo'q, ishlatmas menga. O'qiring. To'qima tushunchasini kim tomonidan? Unaqa kerak emas bizga. Qaysi to'qimaga xos xususiyatlar deydi? Ha? To'qima qaysi xususiyatlariga ko'ra shunaqa bo'ladi? Menga bering. Hosil qilishda xos xususiyatlarni. Qaysinga? Qaysinga? Qaysi savol ishi? Qarang mana, misol uchun 9-savolni qaraylik. Hozir men 9 qaylam kelib qoldi. O'simliklarning kalenximiya qavatidagi hujayralariga xos xususiyatini ko'rsating mana. Qarang. Demak, birinchisi yirik yadroli. Kalenxim yirik yadrolimi? Kimga yirik yadroli? Faqat meristema. Bizning ustimizdan kulyapti bular. Bizni deb o'ylaydi bular. Ikkinchisi, o'lik hujayralar. Kalenximiya o'likmi? Bir ikki chiqadi. Qalin qobiqli. Mexanik to'qimaga kiradimi? Yana to'g'ri kirsa bo'ldi, qalin qobiqli bo'ladi. To'g'ri. Cho'ziqmi? Cho'ziqmi? Cho'ziq. Keyingisi 5. Yupqa nozik postlimi? Yupqa nozik postli kim? Bizning ustimizdan kulyapti bular. 6-si quyuq sitoplazma. Keyingisi 7. Sizlar qaraysizlarmi yo men o'zimga olib olaymi bemalol? 7-si tirik hujayra. Tirik hujayrami kalenxima? Tirik-ku bolalar. 8 bo'lish xususiyatiga egami? Bo'lish xususiyatiga faqat kim ega? Sizlar yeb qo'yargansizlar, bunaqada. Xloroplastlarga egami? Yadrosiz. Yadrosiz kim? Elaksimonday. O'tkazish to'qimani elaksimonlaylar. Hujayralar avval o'sadi. Bu ustimizdan kulyapti. Bu shart emas bu gap. Keyingisi shaffof hujayra. Shaffof hujayra kim? Epiderma. Shakliga ega. Cho'ziq degan shakli bor, endi g'alati gap. Hop, mum bilan qoplangan. Mum bilan kim qoplangan? Epiderma. Keyingisi yumaloq hujayralar. Yumaloq bu. Yumaloq skleroid. Skleroid to'g'ri. Yumaloq tirikda yo'q, o'likda bor. O'likning o'zi ikki xil bo'ladi. Uzun va yumaloq. Hop. O'zi uzun va yumaloq deganman o'zi, ana uzun va yumaloq deganman. Uzun turining o'zi ikki xil bo'ladi. Bu yog'ochlik, o'lik turi yumaloq turini. Keyingisi hujayralar bir qavat bo'lib joylashgan. Hujayralar bir qavat bo'lib joylashsa epidermada bo'ladi. O'shani yozmanman boya.
Epidermada mana hujayralar bir qavat bo'lib joylashgan, shaffof va zich bo'ladi. Mana bir qavat. Bir qavat. Tushunarlimi? Keyingi oxirgi gaplarni o'qib olaylik. Uzun ingichka bo'ladimi kalinxema? Uzun ingichka bo'ladimi? Bo'lganda olsa bo'ladimi? Desa, cho'ziq degan uzun ingichka bu lekin. Mana uzun ingichka bu. Kitobda yozgani bo'yicha uzun ingichka bu. Shuning uchun bungacha olmagan ma'qul. Tushunarlimi? Qaranglar, normalmi? Shundan ortiq tushmaydi degincha. Mana shu tushsa. Endi mana shu fikrlar hammasi o'zim butun boshqa nimaga xos ekan, ma'lumotlarga. Bu yoqni endi sekin ko'rib ketasizlar. Bo'ldi, endi sizdan bitta vazifa yozlab qolish qoldi. Endi poyani ichki tuzilishini gapirib tushuntirib beraman. Shu 6 xil to'qima asosida poyani ichki tuzilish. Qarang, poyada o'zi qanaqa qismlar bor? Biz tashqaridan boshlab aralab kelamiz. Anaqa, Hadicha, chiqingda 5 minutda tugatamiz. Sal kutib turinglar, hozir yana eshikni ochib kirib kelaverishamiz hozir. Xo'p, qaranglar. Demak, buni olganda tashqarida nima bu? Postloq. Birinchi qavat bu postloq qavat. Ikkinchi qavat. Uchinchi qavat. To'rtinchi qavat. Beshinchi qavat. Mana 5 ta qavatdan iborat poya. Shuning uchun zo'r chizish xayolim kelib qoldi. Nima qilamiz? O'chib tashlaganda hozir. Ikkizmi? Sizni kutayotgan ekanmi? Kutursinmi? Sizni kutayotgan ekan. Kutmayapkanmi? Kutmasmi? Kimmi? Xonada. Xona kerak ekan. Bilaman, biz shu 5 minutdagi xonadan chiqib ketamiz. Mani kutyapti mana bu. Shu xonadan chiqib ketishimiz uchun bizani kutyapti deb olib qarang. Birinchi qavat. Ikkinchi qavat. Uchinchi. Va 5-qavat kichkina qilmoqchi edim o'xshaman. Qarang, 5 ta qavatdan iborat. Tushundingizmi? Post aralab ketayotgan paytingizda mana shu 5 ta qavat hammasini ko'rasiz. Sentriga kelganingizdan keyin sentriga kelganingizda mana sentr mana shu o'zak deylik mana. Ha, shunday. Shundan keyin o'sha yana dalshi mana shu qavatdan o'zi yana qaytadi. Конечно. Endi ichkaridan boshla. Qarang, birinchi qavat nima? Mana postloq bu bolalar. Postloq. Tushunasizmi? Ikkinchi qavat nima? Qarang. Keyingi postloq shuni ostida flop degan qavat yoki flema degan qavat joylashgan. Flema. Keyin kambi. Ksilema. Mana nomlari. Postloq, shilib tashlaysiz. Ketidan flema, kambi, ksilema, o'zak. Qaranglar. Odatda hattoki flemani postloq osti degan. Ya'ni postloq bilan shu darajada yopishib ketganki, flema bilan postloqni ajratish odatda oson emas. Ayrim o'zingizda postloq shu darajada ko'chadigan darajada bo'lgan paytida postloqni o'zini ko'chib olasiz-ku, ana o'sha payt flema ochilib qoladi. O'sha qavat flema. Qarang, postloqni aytgancha bilan tushuntirib ketay. Postloq umuman qoplovchi to'qimadan iborat. Tushundingizmi? Postloqda qaysi to'qima ekan? Qoplovchi to'qima joylashgan. Qoplovchi. Yo'q, farqi yo'q. Postloq, post qavat. Ya'ni postloq post qavatida birinchi yili qoplovchi to'qimaning epidermasi bo'ladi. Любой o'simlikda bu обязательно daraxt emas bu. Любой o'simlikda shunaqa qavat bor. Oddiy misol uchun ipsimon keladigan arpa tuzum degan bor, ipsimon vakillar. Yoki shu oddiy misol g'o'za, pomidorlar ham mana shuncha bo'ladi, nari borsa, ipdek keladi. Shularda ham shunaqa qavatlar bor. 5 ta qavat. Tasavvur qilasizlar? Tashqi qavati post. Ularda endi postda bir qavat epidermadan iborat. Post. Nima olganda qoplovchi to'qima bor. Agar u daraxt bo'ladigan bo'lsa, bu postloqda o'sha peldium postloqlar bo'ladi. Tushundingizmi? Post deya qolganim yaxshi ekan o'zi. Mayli. Har bitta qavatda обязательно nima bor? Parenxima bor bo'ladi. Ya'ni mana shu qoplovchi to'qimani bilan birga postloqda nima bor ekan? Parenxima. Parenxima qaysi to'qima? Jamg'aruvchi asosiy. Post parenximasi deb yozgan kitobingizda. Postloqda qoplovchi postloq 100% qoplovchi. Shuningdek, unda o'zining xususiy post parenximasi joylashgan. Keyingisi postda ostida nima joylashgan? Flema. Men aytaman, hatto u kalasi bir-biriga yopishib ketganki, uni ajratish. Chunki o'zingiz bir qavat xo'jalarni qanaqa kesasiz masalan, agar u bir xil yillik o'simlik bo'lsa. Odatda men peridermi ham birdaniga yo'g'onlash mashincha bo'lib ketmaydi. Mana degan qalin emasha hozir ko'chada o'sayotgan emanlarda, misol uchun qanchalik postlar qalin, mashincha deyiladi borsa, to'g'rimi? Unchalik ham qalin emas, 3-4 santimetrdir balki. Bundan qalin men post ko'rmaganman o'sha paytgacha. Misol uchun ungacha bo'lgan qismida siz odatda kesiz, nima bilan birga kesasiz? Bu yopishgan bo'ladi bular kelasi bir-biriga, yopishib ketgan. Post bilan flema yopishgan. Kitobda ham shu ma'noda gap bor. Endi men hozir qayerda bilmayman. Flema qavati yana bitta nomi bor, bu loop qavati ham deyiladi. Loop yoki flema qavat. Nega unaqa deyilgan desa, chunki bu juda ham ko'p nima joylashgan? Loop tolalar joylashgan bo'ladi. Loop
tolalar, lub joylashgan. Lub qaysi to'qima? Yo'q, qaysi to'qima? Mexanik to'qima. Demak, unga nima beradi? Elastiklik beradi. Bolalar, o'zingiz o'ylanglar, siz poyani bukkan paytingizda, poyani bukkanmiz-ku, poyani bukkan payt qaysi tarafi ko'proq bukiladi? Ichki, mana bu tarafimi yo tashqari tarafimi? Menimcha tashqari tarafi. Ichkari mana hozir umurtqa pog'onam unchalik bukilmayapti, lekin yo'q, ichkari unchalik bukilmaydi-da. Siz o'zingiz baribir eng tashqi qavat baribir ko'proq qavatni o'z nima qilgani uchun ham, qoplab turgani uchun ham u ko'proq elastik bo'lishga moyil. Shuning uchun ham mana sizga hamma narsani kitobingiz yozmagan bu narsani. Sizga eslab qolish uchun tushuntirish uchun aytaman. Flaymada demak nima joylashgan? Lub. Lub tolalar juda ham ko'p joylashgani uchun shu qavatda. Lub qavat ham deyiladi. Lub qavat ham deyiladi. Конечно, elastik, lub elastik beradi. Lub tolalari orasidan elaksimondaylar joylashgan bo'ladi. Har doim. Elaksimondaylar joylashgan. Elaksimondaylar yozaman. Hali yosh bilmayapman-ku o'sha. Elaksimon mana. Nay. Elak nay. Va alat bo'lib qoldi. Flaymani demak birinchi обязательно lub bo'ladi. Lub tolalari orasida nima joylashgan? Elaksimon naylar. Elaksimon naylar va yo'ldosh hujayralar joylashgan. Kitobingizda o'sha rasmi ham bor. Qaysi rasm? 13-betdan, o'sha 13 mavzudami? Bet emas, mana mavzu. Mavzuni qarangchi qayerdadir. Men sizga hozir beraman o'sha. 19-betmikan? Ha, 19-bet ekan ostona. Men qaranglar deng. Flayma degan joyni qaranglar. Flaymani ko'rasizmi? Flayma qanaqa? Mana ko'rasizmi post turibdi. Birinchi tashqarida jigaring narsa bu post. Ko'rasiz, Flaymani hech qachon postsiz ko'rmaysizlar. Post bilan birga yonma-yon turadi Flayma. Rasm kitobingiz yo'qmi? Qarang, 19-bet deyishdi. 6-sinf. Kitobga qaraymiz. Ko'rasizlarmi nimalar joylashgan? Mana lub tolalari, ko'rasizlarmi? Lub tolalar, mana lub tolalar o'tib ketgan, juda ham ko'p. Va ulardan yonida elaksimon naylar, elaksimon naylar sapsariq narsa o'tib ketadi, ko'rasiz? Vakuolli ichida ularning glyukoza bu katta ehtimol bilan. Yo'ldosh hujayralari bo'ladi. Va albatta har bitta qavatning nimasi bo'ladi bolalar? Parenxiy emas. Yozmayman, xo'p? Har bitta qavat parenxiy bo'ladi. Mana bitta yozib qo'ying. Parenxiy bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushunyapsizlar? Keyingisi kambi. Kambi bu qaysi to'qima bolalar? Yon hosil qilish to'qima. Yon hosil qilish to'qima bu nima bo'ladi bolalar? Bu yerda hujayra bo'linib bolalar tanasi aytamaslar. Eshitinglar. Kitobingizda qaysi mavzu esimda yo'q, poyani o'sishi bo'lsa kerak, 14-mavzu xudo biladi. Kambida mana shu haqida yozgan. Poyi yonga o'sayotganda bahorda zo'r o'sadi. Hosil bo'lgan hujayralar katta-katta, tushundingizmi? Mushtumday deydi. Chiroyli, nima deydi? Sitoplazmasi boy, karsillab turadigan hujayralar hosil qiladi. Bahorda. Chunki bahorda ildizda shirin harakatlari zo'r yurib, suv ham cho'tki. Tushundingizmi? Yetib keladi. Oziq moddalar hamma narsa cho'tki. Yozda suvlar kamayib, sal kichkinaroq hujayralar hosil qiladi. Yozning ikkinchi yarmida azaba hozir chiqamiz. Test berishim kerak edi. Kelganmi Nazarov o'zi? Nazarov yo'q, test berishim. Nazarovga ketaman. Hozir vaziyat. Hozir 5 minutda chiqib boramiz. Uzr so'rab qo'yaman hozir. Xo'p, demak men nima deyotgandim men? Men nima deyotganman? O'tirganimga kichkina ko'rinyapman. Esimda. Yozning ikkinchi yarmida o'sha bo'linish to'xtaydi bola. Endi qarang, bo'linish to'xtadi, yozning to'xtadi va kamida hosil bo'lgan hujayra o'ladi. Biz qayerda o'lik haqida gaplashdik. 3 ta hujayrada to'qimada o'lik bor. Birinchisi o'tkazuvchida, ikkinchisi qoplovchida, uchinchisi mexanikda. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu kambida hosil bo'lgan o'lgan hujayralar o'sha uchala to'qimadan qaysi biriga o'tadi? 100% qoplovchiga emas. Qoplovchi qayerda-yu bu qayerda? Mexanikka o'tadi. Qaranglar, o'lgan hujayralarning juda ko'pchiligi, hosil bo'lgan hujayralar juda ko'pchiligi ksilemaga o'tadi. 80% deya qolaylik. Bir qismi lubga o'tadi. Tushundingizmi? Bu o'tadi-yu o'ladi. Ya'ni lubga aylanadi bu yerda ksilemaga aylanadi. 90% deya qolaylik, 90% ksilemaga o'tadi. Har yili 90% hujayralar ksilemaga o'tgani hisobiga va po'stoq ksilema qanlashib boradi. Biz daraxtning yoshiga, halqasiga qarab baho beramiz, to'g'rimi? Nechta halqasi? Har yili hosil bo'lgan aloqalar nima deydi? Kami hosil qiladi hujayra va ksilemaga o'tib o'ladi. Kami hosil qiladi hujayra, ksilemaga o'tib o'ladi. Bular bir-biridan farqlanadi. Конечно, 10 yillik o'lgan hujayra bilan 9 yillik o'lgan hujayra farqi bo'ladi. 8 yil o'lgan hujayra farqi bo'ladi, to'g'rimi? Halqalar orasida bilinadi. O'zida demarkatsion liniya bor, shunaqa chegarasi bor, bilinib turadi halqalar bir-biridan. Tushunyapsizlarmi? Nima deyotganim tushunyapsizlarmi? Qarang, o'sha halqa
Biz misol uchun daraxtni man yarimta betida hech qanaqa halqa yo'q, yarim metr joyda masjidga borib haqqini sanashni boshlaymizmi? Yo'q. Masjid boshidan boshlab haqqilar bo'ladi. Bu degani mana shu qavatlar, mana shu 3 ta qavat qanchalik ingichkaligini anglatadi bu. Kambi 100% ingichka. U ma'mundoq qavat bo'lmaydi hech qachon kambi. Mana shundoqqina narsa u kambi, tushunasizmi? Bo'linadi, hujra hosil qiladi va bo'ldi. Hosil qilgan hujrasini ham o'ziga olib qolmaydi. Temir ham agar o'ziga olib qolsa-ku kambi ham qallashardi. O'ziga olmaydi, qayerga beradi? Kislemaga ko'p qismini 90% kislemaga beradi. Shu mavzu yozilgan. 14-chi yoki 15-chi mavzu. Kislemaga beradi. Bir qismini floemaga beradi. Floema bilan qavat aytolmasga, yana qaytaraman. Postlar bilan floema, postlarning o'zi mashincha bo'lib ketsa, misol uchun, floema munchagina bo'ladi o'zi. Tushunasizlarmi nima deyotgan? Eshitinglar. Kislema. Kislemada 100% nima bor? Kislemani ikkinchi nomi yog'ochlik ham deyiladi. Kislemada nima joylashgan? Yog'ochlik tolalar, mana yog'ochlik. Yog'ochlik tolalar. Yog'och tolalar qaysi to'qimaga mansub? Demak, mexanik to'qimani o'lik xili aynan uzun ingichka yog'ochli to'qimalar. Bu yog'ochli to'qimalar qanchalik ko'p yaxshi mustahkam bo'lishiga qarab, o'simliklarni yumshoq yog'ochliklik va qattiq yog'ochlikka ajratamiz. Ya'ni mebelbop o'simliklar, non-mebelbop o'simliklar. Mebelga yaramas o'simliklar. Tol terajida masalan mebelga yaramaydi. Lekin eman, qayrag'och, yulg'un, saksovul, yong'oq, o'rik, mana bular zarang kabilar. Demak, ularning yog'ochligi qattiq bo'lgani hisobiga mebelga cho'tki yaraydi. Misol uchun bizda ham shunaqa ko'cha ko'ylarda yong'oq bog'on agar kesib qo'ysanglar bo'ladi, birpasda mebelchilarga olib ketib qolishadi. Chunki mebel yashadi. Misol uchun mebelga kimdir uyga borib mebel sotib olgan bo'lsa, yo'q, aka, ishoning bu teridan emas. Bu yog'och anaqadan qilingan, yong'oqdan qilingan. Kimlardir yong'oqdan qilingan qimmat turadi, misol uchun. Qo'shnimizdagi teridan qilgan. Xo'p, demak, kislemada yog'ochlik, kislema orasida bilinglar, mana rasmga qaranglar yana. Kislema orasida nimalar joylashgan? Qarang. Kislema orasidan o'tkazuvchilar, ya'ni traxeid joylashgan. Traxeid. Va shuningdek har bitta qavatda o'zida parexima faqat kambida yo'q bo'ladi, bilinglar. Kambida yo'q parexima. Faqat shu joyga e'tibor. Mana shu kambi bo'ldi, faqat bitta to'qima, ya'ni yog' hosil qilish to'qima. O'zakdachi? O'zak agar o'simlik tirik bo'ladigan bo'lsa, ta'sirlab turgan pareximadan iborat. Agar parexima tirik bo'lsa, agar kimlardadir o'zak chirib ketgan bo'lishi mumkin. Kimlardadir o'lib bu g'ovak bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Rostdan ham daraxtlar kesganman, o'zim ham ko'rganman. O'zagi o'zi unaqa qalin bo'lmaydi. O'zak o'sha yo'q. Kimlardadir o'zak pustoy turadi dash. Rostdan shunaqa. Masalan, ya'ni bo'sh. Ha? Chiqib bizani 70 yillik tajribaga ega do'da bo'lamiz. Bilmagan ma'lumotlarni ozod.com saytidan olib olasizlar. Gapirish ham ajoyib, to'g'ri? Hop, demak, 5 ta bizda qavat bor ekan. Birinchi qavat bu post qavat, post 100% qoplovchi to'qima. Ikkita to'qimadan iborat. Birinchi qoplovchi, ikkinchisi albatta post parexima, o'zining xususiy pareximasi. Keyingisi uning ostida floema. Floemani lubam desak bo'ladi, chunki juda ham ko'p lub tolalari bor. Lub tolalar orasida o'tkazish to'qimaning qaysi turi? Eleksimonaylar, ya'ni o'ta organik moddalar harakatlanadi. Keyingisi parexima. Keyingisi kambi, o'ta hujayralar hosil bo'ladi. Bir qismi kislema, juda ko'p qismi kislemaga, ozroq qismi kislemada. Ikkinchi nom yog'ochlik ham deyiladi, chunki juda ham yog'ochlik tolalar joylashgan, ya'ni mexanik to'qima. Ikkinchisi traxeid, ya'ni suv va unda erigan moddalar shu yerda harakatlanadi. Uchinchisi albatta parexima, yozmadim. O'zakda parexima bor. Agar u yosh bo'lsa, yosh hujayralarda ko'proq, yosh o'tgan sari o'zak chirib, g'ovak bo'lib qolishi mumkin. Tushunarli? Bu vashiyosini. Shundan ham demak, kislema va floema degan tur yo'q. Bu qaysidir to'qimani kislema, floema degan tur yo'q. Kislema va floema degan qavat bor. Poyaning shunaqa qavatlari bor. Har bitta qavatning nomi bor ekan. Tashqi qavat post, ostki qavat floema, kambi, kislema, o'zak. Shu yerda bitta narsa aytaman, shu bilan tugatamiz mavzuni. Qarang. O'rtasida shunaqa mavzu bor. O'sha poyada, ildizda, poyada narsalarning harakati degan bir 30-mavzular, o'sha yerda keladi. Eshitinglar. Eshiting. Eshitib shunaqa tajriba bor. Otasi o'qiganlar biladi. Biza organik moddalar harakatini quyidagi tajriba orqali bilardik. Ya'ni traxeidlarda suv harakatini biz rangli suvga solib qo'yardik o'simlikni, keyin hamma narsasi rangli bo'lib ketardi. Kesib ko'rardik. Eshitinglar. Kesib ko'rganmiz o'sha payt. Kesib ko'rgan paytimizda bor-ku, mana bu faqat mana shu o'rtasi, mana tashqarida mana shuncha qavat rangli bo'lmasdi. O'sha tajribani ochasizlar xolasizlar. Hozir mana bunday gapiravering, ochasizlar. Hop, birinchi gapirib qoling. Qarang. Suvni harakati haqida gapiramiz. Qatdan harakatlanadi. Mana shu narsalar qachondir kimdan tomonidan kashf qilingan-ku, ular qatdan bilishgan. Shu tajribalar qilib ko'rishadi ekan ishda. Suv qatdan harakatlanish uchun suvga rang qo'shamiz.
Eshityapman, balki eshitib turinglar. Ket, hamma e'tibor shunga ketib qoldi. Rang qo'shamiz va poyani kesamiz. Poyani kesib bundoq qarasak, faqat mana shu qismida rangli. Tushunyapsizlar? Mana bu qismi rangsiz. Demak, suv qattiq harakatlanadi. Mana kiselemada harakatlanadi. Yog'ochli tolalar orasida nima joylashgan dedim hozir, kiselemada. O'tkazuvchi nayning, to'qimaning o'tkazuvchi naylari, ya'ni traxeidlar joylashgan. Mana traxeidlar. U yerda nima harakatlanadi? Suv undirgan moddalar harakatlanadi. Demak, suv shu yerda harakatlanadi, bolalar. Keyingisi, endi organik moddalar qattiq harakatlanishini o'tamiz. Organik moddalar qattiq harakatlanishini bilish uchun nega mana bu yerda mana bu joy bor-ku? Nega bo'yalmadi? Значит, bu yerdan organik moddalar harakatlanadi deymiz-da, mana tajriba o'tkazamiz. Poyani tepa qirg'oq bundoq qismida mana misol uchun mana shuncha bir noda biz cho'pimiz yo'qmi ham? Do'konlar narsa yo'qmi? Mayli, yo'q ekan. Mana bundoq bitta narsa bor. Tasavvur qiling, qo'limda o'qilib turibdi. Ko'rasizlarmi? Ko'rasizlarmi? Mana shu qismidan kesamiz. Bundoq qilib kesamiz. Pichoq qadaladi o'zi. Qadaladi. Qadaladi desa mana menga. Yog'ochlikka. Yog'ochlik qattiq-ku. Qadaladi. O'sha joygacha bo'lgan yumshoq to'qimasini kesib olamiz. Pastdan ham bundoq kesamiz. Nimaga deyman? Mana shuncha kesib olamiz-da, tushunasizlarmi? Halqa shaklida. O'sha joyini shilib olamiz. Ya'ni chizgan bo'lsak, mana bo'lib qoldi. Bundoq gantel sifat. Tushundingizmi? Mana shuncha qismi qolib ketdi. Bu yerda nima joylashibdi? Ya'ni kiselema. Kiselemagacha biz kesdik, to'g'rimi? Kiselemagacha kesdik, chunki pichoq qadaldi. O'zi buncha qalin bo'lmaydi, aytdim sizlarga. Bundoq siz o'zi post kesdingizmi? Qadar pichoq qadaldimi? U sraz qadaladi o'zi pashti. O'sha siz kiselemaga yetib keldingiz degani. Qarang, kiselema juda ham qalin bo'ladi o'zi aslida. Endi men nima qildim? Demak, mana shuncha qismini kesib olib tashladik. Nimadan kesdik? Post ketdi. Postlayma ketdi. Kambi 100% ketdi. Kambi ham yumshoq to'qimadik. Shilib olib tashladik. Nima bo'ladi endi? Qarang, organik model tepadan harakatlanib kelyaptimi flaymada? Flayma pastga kelganda flayma yo'q. Biz flaymani nima tashladik? Kesib tashladik. O'sha targan model harakatini biz quyidagi tajriba qilamiz. Bir muddatdan so'ng o'sha yerda ildiz hosil bo'ladi. O'sha tajriba eslayapman. Poyaning mana shu halqaning tepa qismidan ildiz hosil bo'ladi. Chunki organik moddalar qattiq zaxiralanadi. Ildizda. U organik model harakat, "Voy, ha, ildiz. Yo'qmi?" Hammasi aniq shakalga yotib. To'xta, anasi ustiga urib tashlaydi. Hammasi yetib keldi, joyi yo'q. Bo'ldi deydi, keyin ildiz hosil qilishadi. O'ziga. Ildiz bo'lmasa, biz shunaqa qilib biz kesamiz-ku. Nimani? O'sminglarni kesib suvga solib qo'yamiz-ku. Suvga solib qo'yishimiz, yarmigacha suvga solib qo'yishimiz, ildiz yo'q-ku. Suv o'zi gradiyent hisobiga bosim bilan tex chiqib ketsin to'qimalarga. Suv borsa bo'ldi, organik modda hosil bo'ladi. Organik modda hosil bo'lib, ildiz hosil qiladi. Ildiz hosil qilish mexanizmi shunaqa, biz kesib suvga solib qo'yamiz narsalarni. Ildiz hosil qilish mexanizmi shunaqa. Demak, aynan lubda organik modda harakatini shu tajriba orqali bilamiz. Kiselemada suv harakatini bo'yoq orqali bilamiz. Kitobga qaranglar, nechinchi bet ekan? 60. Mana 63 ta mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Ranglisini qaranglar. Suvga nimadir fioletoviy rang soldik. Mana ko'rot, mana qaranglar, 63-chi. Sizda ham kitob yo'qmi? Sizda yo'q-da, chunki kitob. Kelamiz deysiz. Yo'qmi? Olaveringlar. Men o'zim esimda. Mana menga uniki yaxshi. Rangli-da chunki. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz biz suvga qanaqa binafsha rang solganmiz, to'g'rimi? Qarang, qaysi qism tashqari post flame kambi jigar bundoq qanaqadir boshqacha rangda. Ham shunaqa rang bo'lardi, men tushunmasdim, bor. Qarindoshlar orasida shunaqa rang bo'lardi, g'alati rang. Sabz rang emas, bundan bu sariq emas. O'rtasi sap-sariq turibdi. O'rta nima bu? O'zak bo'yalmagan. Kiselemadan yog'ochlikdan suv yuradi va qarang, kiselemaning qanchalik qalinligini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Tashqarida ko'rayotgan bo'lsangiz bir qism bo'yalmagan. U post anaqa flame kambi. Tushundingizmi? Ana shu uchalasi bo'lar. Chunki u juda ham ingichka bo'ladi omasiga. Siz kaminni tomon o'zi bir qavat, u ham kambi ham juda ingichka narsa, trik. Siz post kesdingiz, uje flame ham ketdi uje. Post kesdim deb o'ylasangiz, flame ham ketdi, uje kaminni ham kesib olasiz mana. Chunki bambi ikkalasi juda ham ingichka narsa. Tushunyapsizmi nima deyotganim? Zotan hamma hujayralarda ham cho'tki rivojlanmagan. Misol uchun aytganlarda yana. Endi bu anaqani harakat edi. Endi bu yoqqa qaranglar. Organik modda harakat. Ko'rdinglarmi? Taqaldi. An joygacha kesib tashladik. Mana bu joyi bu o'zak emas, bu yog'ochlik kesib bo'lmaydi. Mana o'zi yetyapman, qaranglar. Anaqada bundoq yaqinlashtirib qo'ygan guruhda dumalon narsaga. Yog'ochlik deb yozib qo'ygan. Ko'rasizlar, qo'shimcha izlar pastida. Yog'ochlik. Ko'rdingiz, o'sha yog'ochlikkacha kesganmiz biz. Kiselemagacha. Ya'ni nechta narsadan kesib tashlamiz biz birdaniga. Uchta narsa ketdi, chunqi birdaniga kesiladi, yumshoq narsalar. Trik. Har qanchalik kesib olgan nodada qo'shimcha izlar hosil bo'lishi. Nega qo'shimcha iz hosil bo'lyapti? Lubdan organik moddalar kelyapti. Va qani deyapti? Ildiz yo'q. O'ziga hosil bo'ladi. Foydaga yamashib ketaveradi. Lekin bir muddatdan keyin biz ajratib olishimiz kerak o'sha buni. Bo'ldi, 80-marta video ko'ramiz. Biz 80 kun video ko'ramiz. Yana nima deyapsiz, Osmon? Bo'ldi.
Bo'ldi, bu tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.